Bugun insoniyat giyohvandlikka qarshi og'ir va murosasiz kurash olib bormoqda. Giyohvandlik u taqdirlarni vayron qiladi. U inson umriga zomin va butun bir millat kelajagiga tahdiddir. Vaqt o'tgani sayin bu tahdidlar yangicha ko'rinishda, boshqa bir usulda tusini o'zgartirmoqda. Sintetik moddalar ana shunday tahdidlardan biridir. Ishlab chiqarish arzonroq va inson hayoti uchun bir necha barobar xavfliroqdir. Ular miyaga bir zumda ta'sir qiladi. Nafas olishni izdan chiqaradi, nazorat yo'qoladi va psixik yemirilishni kuchaytiradi. U immun tizimini, miya, yurak va nafas olishni izdan chiqaradi. Sintetik moddalar insonni bir zumda qulga aylantiradi. Xo'sh, bu kim uchun manfaatli? Kim odamlarni qulga aylantirmoqda? Sintetik giyohvand moddalar inson zaifligidan foyda oluvchilarning bu kabi giyohvand moddalarini tayyorlaydiganlar, sotuvchilar va tarqatuvchilar oqibatlari haqida o'ylamaydi. Ularning yagona maqsadi moddalarga sintetika qo'shib insonni tezroq qaram qilib olish va daromad ko'rishdan iboratdir. Nima qilmoq kerak? Qanday qilib bu tahdidlarga qarshi turishimiz mumkin? Haqiqatni anglash, idrok qilish lozim. Giyohvandlik hech qanday huzur yoki baxt bermaydi. Ongli kurash, ayniqsa yoshlar orasida haqiqiy oqibatlarini tushuntirish va ko'rsatish, javobgarlik va mas'uliyatni his qilish. Barcha birga kurashsagina sintetik moddalar tahdididan himoyalanish va o'zimizni, o'zgalar hayotini asrashimiz mumkin. Unutmang, giyohvand moddalarning qaysi turida bo'lishidan qat'iy nazar, o'simlik, kimyoviy yoki sintetik, barcha giyohvand moddalari insonni halokatga yetaklaydi. O'zbekiston Respublikasi qonunlariga ko'ra, giyohvand moddalarini tayyorlash, saqlash, tarqatish va iste'mol qilish og'ir jinoyat hisoblanadi va qat'iy javobgarlikka sabab bo'ladi.